Yo'q, men Xudoga ishonmayman. Xudoga ishonmayman, faqat ilm-fan bor, derdi buyuk onkolog Markus. U onkologlar konferensiyasiga uchish kerak edi, ammo adashib yo'ldan chiqib ketdi. Qo'ldan toygan, och qolgan Markus yo'lda uchirgan birinchi uy eshigini taqillatdi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men adashib qoldim. Sizdan telefon qilib olsam bo'ladimi? Hamkasblarimni ogohlantirishim kerak edi. Bu yerda aloqa yo'q. Tashqarida sovuq, qorong'i tushib qoldi. Keling, choy ichib, isinib oling. Oy, rahmat. Yana choy ichasiz? Yo'q, rahmat. Hammasi juda mazali ekan, rahmat. Namoz vaqti bo'ldi. Yuring, namoz o'qiymiz. Yo'q, men Xudoga ishonmayman. Kechirasiz, unda men ibodat qilay. Ha, albatta. Nimani so'rayapsiz Xudodan? Dunyoda Markus degan yagona onkolog bor. Ugina mening bolamni saraton kasalligidan davolay oladi. Men Allohdan u bilan uchrashishni so'rayman. Bekor qilingan reys, yomonoma havo, notanish yo'l. Taqdirning o'zi Markusni aynan shu yo'lga olib kelgan edi. Ana o'sha paytda u yaratganga iymon keltirdi.